Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, qadrli podpischilar, bizani YouTube ijtimoiy tarmog'ini uzoqdan yaqindan kuzatib do'stlarimiz, og'aynilarimiz, hammalaringizga boshlagan kunlaringiz xayrli, omadli kun bo'lsin. Bugun 29-may 2026-yil sizlarga reklama qo'yib beradigan mashinamiz. Oqshom bir yo'naldan mexanik koboltimizni tanishtirib berdik. Endi ko'pchilikga mexanik kobolt yoqadi, ko'pchilikga esa Gentra yoqadi. Eminni shu narx atrofida, koboltning narxi atrofida arzon raqamdagi kraskalari radnoy bo'lgan, metan gazlari, avtomat diskalari qo'yilgan, tonirovka razresheniyalari bilan sizlarga Gentra qo'yib beramiz. Video obzorimizni boshlashdan oldin birdan like ni bosib bizlarga obuna bo'lib qo'yinglar va videomiz davomida mashinamiz haqqında qisqacha emas, to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Shuning uchun video obzorimiz sal ko'proq vaqt olishi mumkin. Sabrli bo'lib, hamma ma'lumotini eshitib, kuzatib borasizlar degan umiddaman. Uni oldingi videolarimizda aytib o'tdim. Ya'ni bizani YouTube ijtimoiy tarmog'imizni uzoqdan kuzatadigan, boshqa davlatlardan turib kuzatadigan ağalarımız bor, telefon qilib bog'lanisha imkoniyati bo'lmaydi, hamma ma'lumotlarni so'rab o'tirmoqqa. Shuning uchun video davomida hamma ma'lumotni berib o'tishga harakat etamiz. Keyin telefon nomerlarimiz bilan bog'lanajak bo'lsangizlar, WhatsApp, Telegram hamma nima bor shu nomerimizda. Nomer yozib qoldiramiz 3303 Endi qaranglar, mashinani tanishtirib boshlayman. 2020 mexanika, obshipkalari taqlangan, sideniya chexollar qo'yilgan. Salonlar akkuratli, metan gazı, podogrev sideniyasi bor, metan gazı 4-pokoleniya. 156 ming yurgan, teyinda polik linonimlari bor. Kraska bir joyindan kichkina petnom yo'q deb egalari javob deb ketdi. Tonirovka razresheniyasi tugasini bir oydan so'roq qilgan. Eldilab o'yinda sonozlashning plyonkalari bor, balonlarini bir 30% protektori bor. Avtomat diskalar qo'yilgan. Eldan ham bir ko'rsatib o'taman sizlarga. 2020-yil mexanika. Narxini ham sizlar uchun do'stlar zo'r bahada qo'yib beramiz. Narxi 98 million so'm. Bunning radnoy kraskalar, radnoy bo'lgan idealniy holatdagi Gentra'ning doğrusu bunning baholari topishlaringiz qiyin. ABS tormoz bor, motorlari ochilmagan, konditsionerlari urib ishlab turibdi. Metan gazlari yana 4-pokoleniya. Motorlarni umuman ko'rishdek emas. Hala paket mashina sosteniyasi bilan bir xil motor sistemasini ko'ringlar. Даже Abdul Qazar necha turibdi, bir qo'l minilgan mashina. 2020-yilda ishlab chiqarilgan, bahosini 98 million so'm aytib qo'ydik. Kraskasi radnoy, metan, yumshoq balon, tonirovka razresheniyasi bor. Motorlar açılmagan, xadoy yechilida kamchilik yo'q. Menimcha aytilmagan ma'lumot qolmadi. Narxi 98 million so'm. Kredit, barter, naqd hamma variant bor. Agar avtokredit olaman desangizlar, eldindan 20 million so'm pul aytganda, hamma xarajatni shuning ichida bitirib beramiz. 3 million 400 ming so'mdan 4 yil chiqadi. 48 oy, 5 yil emas, 4 yil chiqadi. Xullas, bu mashinamiz sizlarni qiziqtiradigan bo'lsa, mashinamiz avtosel salonimizda sotuvda turibdi. Bemalol kelaverasizlar. Boshqa turdagi mashinalarimiz ham bor. Gentra, Nexus, Tracker, K5, Malibu, Cobaltlarimiz, Matizlarimiz, xullas, nechta turdagi mashina sizlarga qiziq bo'lgan bo'lsa, kommentariyada shu mashinani yozib beringlar. Keyingi safar shuni obzorini qilib beraman va обязательно videomizni like bosib, bizlarga obuna bo'lib qo'yish yoddan chiqmasin. Sog' salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda uchrashamiz.